orqamga shundoq rasm yopishtirib qo'yganga o'xshaydi. Yo'q, bu haqiqiy tabiat. Bitta like bosib qo'ying. Bu manzaraga Allohning bir mo'jizasi deydimi, chevarligi deydimi? Rostdan sayohatda odam miyasi shunaqangi ishlab ketadi, tafakkur qilishni boshlaysiz. Mashaalloh, shunaqa ham chiroyli tabiat bo'ladimi? Daraxtlarning rang-barangligi, to'g'rida tog'lar, mana bu ko'rinmayapti. Fuji tog'i, mana shu vulqon. Xohlagan paytda otib yuborish mumkin, lekin 400 yildan beri otmas ekan. Mana qarang. Bu yoqda dengiz. Hammaga mana shunaqa sayohatlarga chiqaverish nasib qilsin. Doim yaqinlaringiz bilan. Обязательно anaqa poy qadammi, tushunkalarni olib, mol go'shtligi oldin bo'lardi-yu. Hozir qo'y go'shtligi ham chiqqan. Bilasiz, yana ham bu testosteron kaloriya hisoblanadi. Mabodo yengil yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Aynan mana shunaqa sayohatlarga ko'p chiqadigan hoji akalarga ayni muddao, lekin uyingizda ham yeysiz, ishoning. Lyuboy agar go'sht yeb yurgan, tushunkani yeb yurgan bo'lsangiz, lyuboyni urib qo'yadi mazasi bilan. Lekin mana tabiat ham, Yaponiya ham uncha-muncha joyi tabiati bilan urib qo'yar ekan chiroyliligi bo'yicha. Yaqinlar bilan mana shunaqa ko'p sayohatlarga chiqib yurish kerak ekan. Qani endi hamma ham sharoiti bo'lsa, pullarni betiga qaramasdan chiqib ketursa, nasib qilsa hammaga yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.